Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi videoyimda sizlarga shu Freiburg shahrini ko'rsatmoqchi bo'lgandim. Ozgina Sehenswürdigkeitlarini ko'rsatmoqchi bo'lgandim, lekin ko'rib turibsizlar, kamerada uncha yaxshi ko'rinmayapti. Yomg'ir yog'yapti, har kuni yomg'ir. Bir oydan beri yomg'ir. To'g'risi juda ham zerikib ketdik. Sizlarga shuning uchun hech narsa ko'rsata olmadim, lekin bugun ko'rsata olmayman deb chiqqandim, lekin hozir havo ozgina yaxshi bo'lib turibdi. Shuning uchun sizlarga harakat qilaman Freiburgda ozgina ko'zga ko'ringan joylarini ko'rsatishga, ozgina shu shahar bilan tanishtirishga harakat qilaman. Qani ketdik bo'lmasam. Xo'p, mana do'stlar, universitet klinikasini yotoqxonasida yashayman. Yotoqxona 11 etajli yotoqxona bo'lib, Personal Wohnheim 7. Bunaqa yotoqxonadan bu yerda yana 3 ta bor, ketma-ket joylashgan, keyin bu tarafda yana 2 ta bor. Keyin yana boshqa taraflarda studentlar yotoqxonasi bor. Bu yotoqxonada Auszubildendlar yashashadi. Narigi yotoqxonalarda ekzaminer tipligi Fachkräfte, keyin yana FSYchilar yashashadi. Xullas, bu yotoqxonalar shaharda o'rtasida joylashgan, hamma sharoitlari bor. Xudo xohlasa yana ko'rsataman keyingi videolarda. Menga Freiburgda o'zim yashab turgan joyda o'zim uchun eng yoqgan taraf shuki, yotoqxonam bilan universitet klinikasining o'rtasidagi masofa 5 minut xolos. Ishimdan oldin 5 minut oldin chiqib ketaman. 5 minutda yetib boraman. Shu tarafdan ko'pincha yutaman. Hozir ketayotgan tarafimiz universitet klinikasi. Universitet klinikasini sizlarga ozgina ko'rsatmoqchiman. Qanaqa klinika yoki qayerda joylashgan. Shuni qisqagina keyin shaharning o'rtasidagi Stadtmittega ketamiz. U yerda bugun afsuski Sonntag, lekin shaharni ko'rish uchun yaxshi imkoniyat. Xo'p, mana bu yerga hozir kelayotgan joyimda, mana ko'rib turganlaringdek juda ham tinch atrof. Odamlar ham kam, pastga ovozda gapiradi, mashinalar ham juda ham sekin yuradi, hech qanaqa signal cholinmaydi. Bu tarafga kirganlaringda, bu tarafni ko'p kollegalarim Freiburgda yuragi deb atashadi. Shunaqa umgangsprachlik. Keyin bu tarafda mana darvozasi boshlanar ekan. Afsuski, bu binolarning tashqi ko'rinishi renoviring qilinmagan hali beri, chunki ataylabdan bular yangilashmas ekan, lekin ichkarilari juda ham zamon talablariga to'g'ri keladigan klinikalar. Bu tarafga kelganingda urologiyani ko'rasizlar. Mana bu bino urologiyaga tegishli bino. Keyin bu tarafda Frauenklinik bor. Mana bu yerda ko'rishlaring mumkin. Boshida Universitätsherzzentrum, chirurgische Klinik, Frauenklinik, medizinische Klinik, Freiburger Notfallpraxis, HNO Augenklinik und Neurozentrum. Keyin mana bu yerda aslida juda ham ko'p patsientlar bo'ladi. Har kuni shu yerda dam olishadi yoki pauza qilishadi. Shu yer aslida quyoshli ko'ringanda juda ham chiroyli ko'rinadi. Afsuski hozir quyosh ham yo'q. Mana bu tarafda mana hozir ishim tugadi va klinikada 3 oy praksisda bo'ldim. 3 oydan keyin boshqa klinikaga o'tamiz. Mana bu klinikada ishladim. Xirurgiya klinikda. Shu bino polniy xirurgiya klinika bo'lingan. Mana bu yerda ham boshqa do'stlarimiz ishlashdi. Frauenklinik. Mana keyin to'g'riga yurib ketsalaring, bu tarafda shu keyingi klinikalar bor. Har bittasi bu Freiburgning bir hududi xolos. Universitet klinikasining qolgan 2 hududida yana boshqa klinikalar, keyin institutlar yoki mikrobiologiyalar, laboratoriyalar joylashgan. Mana do'stlar, aytib o'tganimdek, hozir Freiburgda klinikasining o'rtasida turibman. Xo'p, bu klinikaga keladigan bo'lsak, universitet klinikasi 12,000 ta ish oluvchilar, ya'ni mitarbayterlarga ega. Undan tashqari shu FSYchilar, Auszubildendlarni ham qo'shadigan bo'lsak, shu hammasi bo'lib 15,000 taga yetadi, har yilida aylanib turadi. Xo'p, bu shu faktlar bilan Baden-Württembergning eng katta ish beruvchilaridan hisoblanadi Freiburg universitet klinikasi. Xo'p, klinikaga kiradigan bo'lsak, har bitta 12,000 ishchi bo'ladigan bo'lsa, 12,000 ishchiga har bittasiga mana bunday transponderlar bor. Har bitta ishga kirishingizda, har bitta shkafni ochishingizda shu transponder bilan ochasiz, boshqa iloji yo'q. Bu har bitta transponder katta shu Sicherheitsdienst har bittasi nazorat qiladi. Qaysi mitarbayter qaysi eshikni ocha olishi yoki qaysi shkafni ocha olishi har bittasi hisobga olingan, chunki klinikada
opiatlar deyiladi yoki opioidlar deyiladi. Katta narkozlar yoki narkozga o'xshaydigan katta og'riq qoldiruvchi yoki drogan sifatida ishlatiladigan medikamentlar ham bor. Bular ham qattiq saqlanadi. Shular uchun ham shu transponder sistemasi juda ham qattiq nazorat ostiga olingan. Mana hozir unga so'g'in bo'lib ishga kirib ketyapman. Kun davomida sizlarga o'zimizni xirurgiskiy ishratsionimizni ko'rsatishga harakat qilaman. Orada uzilishlar bo'lishi mumkin, bilasizlar, tatinshut patentlarimizni ruxsatsiz suratga olmaydi. Shuning uchun lekin harakat qilaman. Shaharga tramvay bilan ketamiz. Tramvay deb men ham juda yaxshi ko'raman, lekin kelganimda tramvayga chiqor bilet olmay hech kim tekshirmaydi deyishganda, afsuski 60 euroga tushdim. Lekin tekshirishar ekan, kelsalang ehtiyot bo'linglar, biletsiz yurmanglar. Mana tramvayga chiqsang, hozir bu tarafga keladi. Nazım Schütz nicht vergessen. Hozir mana do'stlar, Freiburg shahrining o'rtasidaman. Bu yer Platz am Alten Sinak. Mana bu joy katta hudud. Yozda yoki bahorda havo yaxshi bo'lganda bu yer to'la yoshlar bilan to'la, yoshlar hududi deb aytsak ham bo'ladi. Har kuni partiyalar bo'ladi,
birga o'tirishadi. Xullas juda ham yaxshi joy. Men ham bu yerda ko'p bo'laman. Ham atmosfera ham juda ham yaxshi, tabiat ko'rinishi ham juda chiroyli. Bu yil mana Freiburg shahrining 900 yilligi edi. Afsuski, virus tufayli bu yubiley ham o'tkaza olmaydigan bo'ldi. Aslida juda ham katta yubiley bo'lishi kerak edi. Mana bu ko'cha, bu hudud Obdachloselar vatani hisoblanadi. Bu yerda har bir burchakda bir 50 taga yaqin Obdachlose shu yerda qator turishadi aslida. Bugun endi yomg'irda qayergadir ketishib shekilli ko'rinmayapti. Mana bu kafe aslida romantik kafelardan biri deyishadi Freiburgchilar. Kechqurun odam juda ham ko'p. Bu yerda mana har bir joyda suv qo'yilgan bo'ladi. Bu yerlarda ham xullas yurgani yo'l yo'q hisoblanadi aslida bu ko'chada. Bu ko'cha kafelarning ko'chasi aslida. Mana ko'rib turganlaringdek shahar, katta binolar yo'q, kichkina binolar, lekin hammasi o'ziga yarasha, o'ziga mos. Mana to'g'rida ko'rib turgan cho'qqinlik bino ko'rgan bo'lsalaring, bu Münsterplatz deyiladi. Freiburgda ramzi hisoblanadi. Qo'pol qilib aytganda, buni ham ko'rsataman. Yomg'ir jonga tegdi to'g'risi do'stlar. Aslida Freiburg kartada yoki tagishoda ko'radigan bo'lsalaring, Germaniyaning eng issiq hududi hisoblanadi. Har safar quyosh bo'ladi aslida. Aytishyaptiki, Freiburgchilar oktyabr oyida ham o'zi aslida quyosh bo'lardi. Lekin nimagadir bu oy mana bir oydan beri havo aynagan, yomg'ir har kuni. Anaqa Freiburgda issiq havosini Freiburgni o'zligilar ham sog'inishdi. Men o'zim ham O'zbekistonni havosini, Farg'onamizni havosini, issiq havoni o'zim to'g'risi sog'indim. Shu oy oxiri juda ham odamlar stressga tushib qoldi. Chunki Freiburgda aslida Freiburgni odamlari o'zi juda ham xushchaqchaq, keyin yuzlarida ham doim kulgu, xursandchilik bo'ladi. Ko'chalarda ham ko'rsalaringiz g'am yo'q, boshqa yo'q, lekin bu safar yomg'ir yoqqani, yomon havo bo'lgani sababli hozir ham odamlarda ham kayfiyat ozgina tushgan, ozgina ham qayg'ulik bor har bitta odamni yuzida yoki shaharni o'zida ham shunaqangi holat bor. Bu holatni Köln yoki Nordrhein-Westfalendagi ko'p tanishlarimiz aytdiki, shu agar yomg'ir yog'ib yoki har safar yomon havo bo'lavergani sari odamni xarakteriga ham yoki odamda o'zini kayfiyatiga ham ta'sir qilar ekan. Balki shundan bo'lsa kerak, Freiburgchilar ham o'zi ham ozgina boshqacha bo'lib qolishdi. Chunki aslida Freiburg shahrida shu noyabrdan oxirlaridan shunaqangi yomon havo yoki yomg'irli havo boshlanadi ekan. Bu safar endi boshqacharoq bo'ldi. Hamma narsa boshqacharoq bo'ldi bu safar, lekin shunaqa gaplar. Mana o'sha aytgan Kirchheimga yaqinlashib keldik. Münsterplatz, Münsterkirche. Bu kirchani tarixi bir necha ming yillik tarixlarga ega. Bu ham juda ham sarbatli qasr. Aslida hozir kamerada ozgina kichik ko'rinyapti. Xo'p, bu Freiburgning o'rtasi, bu yerda bozor bo'ladi har shanba kuni. Bu safar bugun ham ertalab bozor bo'ldi. Chiqdim, mana narsa oldim. Bu yerda shu dehqonlar yoki o'sha o'zi narsa yetishtiradiganlar chiqib o'zlarini mahsulotlarini sotishadi. Mana bu tarafdan qasrni, kirchani, kirchani bu taraflarni ko'rishlaring mumkin. Chiroyli kircha. Buni hali tarixini o'zim o'rganib chiqmadim. Lekin tarixi juda ham qiziq deyishadi. Xudo xohlasa o'rganib chiqaman. Mana ko'rsalaring, har xil haykallar, har xil qadimiy belgilarning rasmlari bor. Buni har bitta belgilarini o'zini ma'nosi bor deyishadi Freiburgdagi do'stlarim. Bu Freiburgdan to'g'ri yuradigan bo'lsangiz, hozir mana Schwarzwald boshlanadi. Schwarzwaldning tepasida mana Münsterturm tepaga chiqsalaring, mana bu tarafdan butun Schwarzwald, Freiburg, keyin Freiburgning boshqa shaharlari, boshqa ko'chalari, boshqa tayyorlari ko'rinadi. Xullas,
Ana ko'rib turganlaringdek shaharni o'rtasi uzoq emas, yaqin, har bitta sharoit bor. Mana bu yer restoranlar har bittasi. Bu yer juda ham gavjum aslida. Bu safar ham yakshanba odamlar chiqib aylanishgan bo'lar. Bu ko'chani sizlarga hali yana alohida ko'rsataman. Bu ko'chani ko'rib, men Freiburg shahrini yaxshi ko'rib qolganman. Chunki bu ko'chani yorug'da ko'rsatayin, Berlin shahriga o'xshaydi. Berlin shahriga o'xshagan zamonaviy eski binolar hammasi birga. Berlinni o'zim juda ham yaxshi ko'rganim uchun bu ko'chasi, Freiburgning bu ko'chasini ko'rib, o'zimda ham ajoyib bir hissiyotlar paydo bo'lgan. To'g'risi bu ko'chada ertalablari yoki havo yaxshi bo'lganda juda ham bir ajoyib atmosfera, juda ham bir ajoyib havo hukmronlik qiladi. Bu ajoyib his beradi menga ham Freiburg shahrida yashashimdan bir tomondan xursand bo'laman. Qadrli obunachilar, bu Freiburg shahrimizda hali ko'radigan narsalarimiz ko'p. Johanneskirche, Bertholdsbrunnen, Hauptbahnhofni ham ko'rishimiz kerak yoki Stühlingengarten, Kirchgarten, Wasserhahn yoki Schwarzwaldni ham ko'rishimiz mumkin. Lekin bunga bugun vaqtimiz yetmadi, afsuski mana kech qolib ko'rib turganlaringda. Iltimos kommentariyaga yozib qoldiringlar, qaysi mavzularni ko'rmoqchisizlar video yoki qaysi mavzularda video qilishni xohlaysizlar. Imkoniyat bor, sharoit bor video qilishga. Iltimos yozib fikrlarni yozib qoldiringlar yoki birorta kamchiliklar bo'lsa kamchiliklarni yozib qoldiringlar. Sizlarning fikrlaringiz menga ham juda ham muhim. Shuning uchun ham fikrlaringizni ham qadrlayman. Hammalaringga, ishlaringga, o'qishlaringga, hayotlaringga omad tilayman, muvaffaqiyatlar tilayman. Kasal bo'lib qolmanglar, o'zlaringga qaranglar. Video yoqib qolsa obuna bo'linglar, like bosinglar. Hammaga xayrli kech.